Qani edi balkonli uyimda kofe ichib o'tirsam deb niyat qilib yuribsizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ramiz. Tinch, osoyishta, qo'shnilar ahil mahallada joylashgan ushbu xonadonimiz zudlik bilan sotuvga qo'yildi. Hovlimiz 8 sotikdan iborat bo'lib, 10 xonadan tashkil topgan. Hovlimizga orqa va oldi taraflama kirish eshiklari ochilgan. Uy ichlari polya kabi, bolalar futbol o'ynab yursa ham bo'laveradi. Eshikdan kirish shunaqa kengina qilingan, chap qo'limizda hol, choy ichib o'tirishga mo'ljallangan, o'ng qo'lda oshxona va to'g'rimizda mehmonlar uchun zal. Zaldan chiqib o'ng qo'lda yurilganda esa uzun koridor orqali ikkinchi etajga chiqib ketiladigan yo'l. Uy 4 ta sanuzeldan iborat. Uy atrofida bog'cha, korzinka, Sofiya konditerskiy hamda Oqtepa lavash yaqin joyda joylashgan. Tepa chapga yurganimizda to'g'rida sanuzel, o'ng va chap xonalarda ikkita spalni joylashgan. Uy ichidagi ayrim mebellar qoladi. Uyimiz Yevro remontdan chiqqan. Gaz, svet, suv, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Hujjatlar joy-joyida. Ikkinchi etajda ham shunaqa kattagina zali bor. Chap qo'lda yana ikkita spalni o'zini sanuzellari bilan birga. Shoshiling, tezda uy egalari bilan bog'laning. Narxini uy tepasida 5 tashlab baraka qilsangiz, yana ham kelishtirib chiroyli narx qilib berishadi. Orientir Olimpolvon milliy taomlari. Chinni bozorga 1 kilometr masofada joylashgan ushbu xonadonimiz juda ham omadli, baxtli insonlarga nasib qiladi. Chunki bu uyimiz juda ham keng arxitekturada qurilgan. Videoni 5 ta tanishingizga jo'nating hamda sotiladigan uylaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Shu uyga yurakchani bosib, bizga ham hayhotdek hovlilar nasib qilsin deb yozib qoldiramiz.